Portugal futbol yulduzi Cristiano Ronaldo CNN telekanaliga bergan onlayn intervyusida o'zining futbolchilik faoliyati yakuniga yaqinlashayotganini ma'lum qildi. 39 yoshli hujumchi o'zini yaxshi holatda his qilayotganini, biroq faoliyatining so'nggi bosqichiga kirganini tan oldi. Avval aytganimdek, o'zimni juda yaxshi his qilyapman. Gollar uryapman. Tezligim ham joyida. Milliy jamoada va Al Nasrda o'yinimdan zavq olyapman. Lekin rostini aytsam, faoliyatim tez orada yakunlanadi. Yana 1-2 yil o'ynayman xolos, dedi Ronaldo. Mashhur futbolchidan navbatdagi jahon chempionati uning so'nggi mundiali bo'lishi haqida so'ralganda u buni tasdiqladi. Albatta, men o'shanda 41 yoshda bo'laman. Katta musobaqa men uchun o'ziga xos onlarni taqdim etadi. Hozircha aniq bilmayman, ammo faoliyatim yakuniga yaqinlashmoqda, deya qo'shimcha qildi. Eslatib o'tamiz, Cristiano Ronaldo 2023-yildan beri Saudiya Arabistonining Al Nasr klubida to'p surmoqda. U Portugaliya terma jamoasi safida hamon asosiy o'yinchilardan biri bo'lib, joriy yilda o'z faoliyatining 20 yilligini nishonladi.